Muhriddin Xoliqovni birga bir taqlid qiladigan xonanda edim. Menimcha bunaqasi boshqa yo'q edi va bundan juda ham mamnunman va bundan faxrlanardim. Ulardan bir kun ustoz aytdilarki, hozir sen juda ham xursand bo'lyapsan-ku, lekin aslida bu yutuq emas, seni yutqizuvim dedi. Hayron bo'ldimda, nima uchun desam, aytdilarki, aynan o'zi bo'la olmaydi hech qachon taqlid. Ming egasidan o'tkazib ijro qilganingda ham undan yaxshi aytibdi degan e'tirof ola olmaysan hech qachon. Umuman hech kimga o'xshamagan betakror bo'lishing ijod maydonida aniq bir yorqin iz qoldirishingga xizmat qilishi mumkin. Lekin Muhriddin Xoliqovning orqasida qolib ketaman, soya bo'lib desang, unda mana shu tanlagan yo'ling yaxshi. Mana shu fikrni o'zi to'g'risi meni mutlaqo ijodiy qarashlarimni umuman o'zgartirib tashladi va tabiiyki o'sha kundan boshlab o'zimni qidira boshladim. Qanchalar bu o'gitni to'g'ri ekanligini mana bugun nafaqat o'zim, balki muxlislar tasdiqlashi mumkin. 50-yillarning oxirida borgan bo'lsak, Leningradga o'qishga. Bizni o'sha paytdagi ustozlarimiz xuddi bizni o'zbeklarga o'xshab juda mehribon edilar. Men tilpon qilardim domlaga. Domla, bitta savolim bordi, oldingizga bormoqchiman. Men borgunimcha, qachon kelasan falon paytda? Men uchun alohida ovqat qilardi. Hozir shogirdim keladi deb bozorga chiqadimi, o'sha magazinga kiradimi? Hozir o'zi ham qo'y go'shtini olib kelib shundan ovqat tayyorlashadi. Shogirdga bo'lgan munosabat. Mixail Petrovich Groznovda 30 dan ortiq shogirdi bor edi. Shular ichidan meni tanladi. O'g'il qilib. Nega? Ular farqli, mendan farqli o'laroq ehtimol yolg'on gapirar, ehtimol aldar, ehtimol topshirig'ini bajarmas. Nimagadir menga mehri tushdi. Biz ana shunday g'ali ustozlarimizni pand nasihatini shunday qilganimiz uchun jamiyatda o'z o'rnimizni topdik. Sportda yutuq bo'lgandek, boksda ham mag'lubiyatlar bo'lib turadi. Men juda ko'p mag'lubiyatlar bo'lgan paytimda sportni tashlab ketmoqchi bo'lganman, lekin men ustozim Ziyoddin Tayganboyev menga ishonib, sen hali Olimpiada chempioni bo'lasan, jahon chempioni bo'lasan deb shu sportda olib qolgan va men 2 karra Olimpiada chempioni bo'ldim, jahon chempioni bo'ldim. Hammasi uchun ustoz kattakon rahmat. Tadbirkorchilikka endi kirib kelayotgan paytlarimda har xil sohalarga qiziqardim. Muvaffaqiyatli tadbirkor va ustozimiz aytgandilar: "Hilolaxon, agar siz tadbirkorchilikda o'zingizni bir yaxshi brendingizni yoki bir zo'r mahsulotingizni yaratmoqchi bo'lsangiz, siz ko'proq bitta sohaga fokusingizni qarating. Ya'ni bitta sohani eng zo'ri bo'ling." Shu gaplar menga ochiqni aytaman juda katta turtki bo'lgan va ko'plab har xil chalg'ituvchi yo'nalishlardan o'zimni fikrimni jamlab bitta mana shu qurilish mahsulotlarini ishlab chiqarish va ko'p qavatli xonadonlarni qurishga e'tiborimizni qaratganmiz va bugungi kunda Sirdaryo viloyatida 52 mingtadan ortiq xonadonlar qurib kelyapmiz. Shuning uchun men bu yo'nalishlarda bizga shu kungacha o'rnak bo'lib kelayotgan va ko'plab tadbirkorchilik sirlarini o'rgatib kelayotgan Hasan aka va Husan aka Mamasoitov ustozlarimizga o'zimni cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman.